Assalomu alaykum. Til muhandisi kim? Bugun har bir sohada muhandis bor. Texnika muhandisi, ma'lumotlar muhandisi, sun'iy intellekt muhandisi, robototexnika muhandisi. Ammo tilga kelganda hanuz faqat tilshunosni bilamiz. Savol tug'iladi. Til ham murakkab tizim bo'lsa, uning muhandisi bo'lishi kerak emasmi? Mana bu yangi kasb til muhandisi. Til muhandisi kim? Til muhandisi tilni kodga aylantira oladigan, matnni ma'lumotga aylantira oladigan, lingvistik qonuniyatlarni algoritmga aylantira oladigan mutaxassis. Uning vazifasi tilni o'rganish emas, tilni ishlatish. Nafaqat yozish, balki yaratish, nafaqat tahlil qilish, balki modellashtirish. Til muhandisi filologiyaning texnologik evolyutsiyasi mahsulidir. Xo'sh, til muhandisi nima qiladi? Til muhandisi quyidagilarni bajaradi. Korpus yaratadi, millionlab matnlarni bir joyga to'playdi, tozalaydi, tasniflaydi, indekslaydi. Korpus tilning raqamli yuragidir. Sun'iy intellekt modeliga tilni o'rgatadi. Til muhandisi sun'iy intellektga so'zni, gapni, ma'noni, uslubni tanitadi. Bu tilning sun'iy ongdagi mavjudligidir. Tarjima tizimlarini yaratadi. Google, Yandex, DeepL til muhandisining mahsulotlari. Matn tahlili, plagiat, sentiment tahlil, antibot tizimlarini ishlab chiqadi. Til muhandisi matnni nafaqat o'qiydi, u matndan ma'lumot olib beradi. Ovoz texnologiyalarini ishlab chiqadi. Nutqni matnga, matnni ovozga aylantiradi. Bu tilning eshitiladigan hayotidir. Leksikografiyani avtomatlashtiradi. Oddiy lug'at emas, aqlli lug'atlar yaratiladi. Demak, bugungi filolog nafaqat o'tmishni sharhlovchi mutaxassis, balki kelajak konstruktoridir. Nima uchun til muhandisi kasbi zarur? Chunki til endi faqat sahifalarda yashamayapti. Til platformada, tarmoqda, serverda yashamoqda. Chunki til faqat yozuvchining qo'lida emas, u sun'iy intellektda fikrlayapti. Chunki til faqat adabiyotga tegishli emas, u biznesda, tibbiyotda, xavfsizlikda, siyosatda ishlamoqda. Chunki tilni himoya qilish uchun shior yetmaydi. Server kerak, korpus kerak, algoritm kerak. Til muhandisi tilning raqamli qo'riqchisidir. Demak, til muhandisi kelajak filologi. Filologiya o'tmishda kitob bilan yakunlangan bo'lsa, bugun u kod bilan davom etadi. Tilni sevishning yangi shakli uni yozish yoki o'qish emas. Tilni raqamli dunyoda yashatish, tilga raqamli dunyoda yashash imkoniyatini berish. Til muhandisi tilga shunchaki suyanchiq emas, balki til uchun server quradi. Tilni kitob saqlaydi deb o'ylar edik. Yo'q. Tilni endi kitob saqlamaydi. Tilni endi
texnologiya saqlaydi. Bu haqda Filologiya 5.0 nima deydi? Filologiya 5.0 shunday bayonot beradi. Til muhandisi filologiyaning yangi avlodi. Va bir kun kelib universitet diplomlarida shunday yoziladi. Filolog, til muhandisi. Bunga ozgina vaqt qoldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.